Qani yana biz boshqa o'sha namuna dalasidamiz. Bular o'zi qisqa kunliklar ekan. Bular 70 kundan 90 kungacha bo'lgan navlarimiz bor. Navlarni bemalol ko'rsak bo'ladi. Ochib qo'yilgan holatlarida mana dalani ichkarida mana standartlik hammasi bir xil solgan. Bu yana aytayapman, bizda ana hozir bir pasda YouTube'da chiqib keladi, kritikalar bor, ana negativchilar bor. Voy buni unaqa yo'q. Buni qilishdan maqsad, ko'rsatishdan maqsad, agar siz to'g'ri agrotexnikasini hammasini vaqtida berib, suvdan qaytarmasangiz, gerbitsid bilan ozuqani aralashtirib sepmasdan yoki fungitsid bilan ustiga bir xil buyul shunaqa odamlar bo'ldida, gerbitsidni ichiga insetsidni ham qo'shadi, fungitsidni ham qo'shib yuboradi, bargidan ozuqa beradi, kunduz kuni sepadida, makani stressga tushib qo'yib, makka mamnaqa ekan. Yo'q. Biza ishonchli, sifatli urug' olamiz. Lekin o'sha urug'i zo'r bo'lishiga bar dehqonning ham harakati bor, dehqonning ham farqida bor. Shuning uchun sizlarga mana biza tavsiya qiladiganimiz, urug'larni biz ham bulardan tekinga olmaymiz. Biz ham o'sha urug'ni tanlab sarasini olamiz, pulga sotib olamiz. Xuddi shunaqa sizlarga pulga bu narsani, yaxshi narsani tavsiya qilamiz.